Dünyadaki 50'den artıq Uyghur təşkilatı 8 iyul günü Tayland dairələrinin 109 nəfər Uyghur müsafirini Xitayğa qaytarıb bəgənliginin 8 yıllık münasibəti bilan çağırıq elan qılıb, Tayland dairələrini Tayland tutub turuş mərkəzlərindəki 52 nəfər Uyghur müsafirini qoyub berishga çağırdı. Çağırıqda aytilishicha, növbətdə Taylanddakı tutub turuş mərkəzlərində 52 nəfər Uyghur müsafiri 8 yıldan beri intayin nachar, g'ayri-insoniy sharoitda tutub turilayotgan bo'lib, ulardan az deganda 3 yoshlik bir o'g'il balani o'z ichiga olgan 2 odam o'lgan. Qolganlar muvofiq davolanishga erishilmaslik natijasida jismoniy va ruhiy dafsandichilikka uchrab kelmoqda ekan. Angliya Savdo tadbiri idorasi Ukraina urush sababidan boshqa davlatlarning ta'minotining tuvallishini qondirish uchun texmo ko'p importga ehtiyojli ekanligini eskartib, Xitoyning po'lat to'mirini to'kma qilib setishiga qarshi turish tadbirlarini bekor qilishni o'ttirg'a qo'ydi. Mazkur organning ko'rsatishicha, Rossiya, Belorussiya va Ukraina 2020 va 2021 yillari Angliyaning po'lat to'miri importining 27%ni ta'minlagan bo'lib, bu Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va Angliyaning Rossiya va Belorussiyaga qaratgan jazosi sababli tuvallishi mumkin ekan. Türkiye, Rossiya, Ukraina va Birleşken Devletler Teşkilatı'nın harbiy vakillar ömüge tünügün İstanbul'da uçuruşup, Ukraina'daki açlıkның bexatar to'shilishi to'g'risida suhbatlashdi. Shimoliy Koreya, Rossiya va Suriyadan keyin Luhansk va Donetsk jumhuriyatlarining mustaqilligini e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 24 fevral boshlangan Ukraina-Rossiya urushidan ilgari xalqqa qilgan so'zida o'zining Luhansk va Donetsk jumhuriyatlarining mustaqilligini e'tirof qiladiganligini jakarlagan edi. Uyg'urlarga erki qirg'inchilik qilayotgan Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi Malayziyada ziyoratda bo'lganda Xitoyning Malayziya bilan hamkorlashib, dunyoning tinchligi va muqimligiga texmo aktiv energiya qo'shishni xohlaydiganligini aytdi. Egilishicha, ikki taraf Xitoy-Malayziya hamkorligidagi yuqori darajali komitetning birinchi yig'inida ma'qullangan qarorlarni amallashtirish va har qaysi sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirishni qaror qilgan. Yaponiyada soqchilar 8 iyul saylam raqobati jarayonida qurolli hujumga uchrab o'ldirilgan sobiq bosh ministr Shinzo Abe o'ldirilgan rayonga yaqin bir binodan o'q izlarini bayqagan. Soqchilarning bayonotiga qaraganda, Shinzo Abe o'ldirilgan rayondan taxminan 90 metr yiroqlikdagi binoning temidan o'q izlari topilgan. Egilishicha, o'q yaqin atrofda to'xtatilgan saylam mashinasini teshib o'tgandan keyin tomga so'qilgan bo'lishi mumkin ekan. Soqchilar tomdagi o'q izi bilan mashinani teshib o'tgan o'qning o'xshash bir qurolga tava bo'lish ehtimolligini tekshirmoqda ekan.